Vahshiy hayvonlar sizdan ko'ra ustunroq bo'lgan sifatlar bilan aslo maqtanmang. Tez yugurish bilan maqtanadigan bo'lsangiz, qoplonlar, arslonlar, kiyiklar sizdan tezroq yuguradi. Og'irlik ko'tarishlik bilan, kuch bilan maqtanadigan bo'lsangiz, fillar, karkidonlar sizdan ko'ra 100 chandon kuchliroq, baquvvatroq. Agar siz o'zingizni go'zalligingiz bilan maqtanayotgan bo'lsangiz, sizdan go'zal bo'lgan mahluqot, mavjudotlar bor, tovusga o'xshash go'zalliklar bor bu hayotda. Agar siz o'zingizni ovozingiz bilan maqtanayotgan bo'lsangiz, nima bo'lsa bo'lsin, siz baribir bulbul bo'la olmaysiz. To'g'rimi, yo'qmi? Bu sifatlar bilan, bu narsalar bilan maqtanishlik kerak emas. Chunki bu narsalarda Alloh taolo aqli yo'q, hushi yo'q, farosati yo'q bo'lgan hayvonlarga ham berib qo'yganda, siz maqtanadigan bo'lsangiz, insonga xos bo'lgan sifatlar bilan maqtaning. Aytadilarki, insonlardan jannatga oshiq bo'lganlari bular maloikalarga, farishtalarga o'xshaydilar. Mana bular maqtansa arziydi, chunki bularda malaklik, farishtalik sifati bor. Qaysiki malaklarda gunoh qilmaydigan, bekor gapirmaydigan, bekor yurib, bekor turmaydigan, 100%lik hayoti ibodat bilan, itoat bilan, manfaatli amallar bilan mashg'ul bo'lgan farishtada endi. Farishta bo'lib qolibsiz-ku deb yorishadi ba'zan, to'g'rimi? Mana bu odam maqtansa arziydi. Ammo lekin jahannam sari borayotgan, yaqinlashayotgan odam shaytonga o'xshaydi. Avvalgisini malakka o'xshagan jihatlari, farishtaga o'xshagan sifatlari bo'lsa, mana bunisini endi shaytonga o'xshagan sifatlari bor. Chunki qilayotgan ishlari shaytoniy ishlar. Buzuqlik, o'g'rilik, ichkilik, zino, qimor, bularni barchasi shaytoniy amallar. Bu odam, inson farzandi, lekin shaytoniy xislatlar bilan o'zini to'ldirganligi uchun bu odam endi shaytoniy bir odamga aylandi qoldi. Siz kimlarga o'xshaysiz? Siz o'zingizdagi qaysi sifatlar bilan o'zingizni maqtaysiz va yoki ko'nglingiz to'ladi mana shu sifatlaringizdan? Shaytoniy sifatlardan uzoq bo'lishlik, malaklar sari intilishlik, bu hayotdagi oldimizga qo'ygan eng buyuk, eng ulkan g'oyamiz, maqsadimiz bo'lishi kerak ekan.